زال حولي كل ما فيها رويت الأسى والإثم والعصيان هذا ما حملت وكهوف من خطايا تحتها نار وصمت وطيور ذارفت سري وطارت حيث طرت. Musulmon bo'lmagan odamlar yoki ayrim musulmonlar ham multazim, dinini mahkam tutgan kishi deganda hamma ibodatlarda, hamma ishlarda qattiqlikda, shiddatda ushlaydigan odam deb tushunishadi. Bu noto'g'ri. Yana shariatda aytilgan yengilliklarni odamlarga aytib, o'rgatib, shu yengil amal qilishlikka targ'ib qilayotganlarni bu dinga beparvo, taqvosi yo'q, tarbiya qilinishi kerak bo'lgan odam deb o'ylashadi. Endi qaysining ishi to'g'ri? Shubhasiz bunday fikrlar islomdan bexabar kishilarning fikri yoki musulmon bo'lsa ham ilmsiz ekanligini bir belgisi. Ilmsiz odamdan mana shunday bir noto'g'ri fikr chiqadi. Bu fikrlar ya'ni doim qattiq bo'lishlik kerak, eng qiyinlarini olishlik kerak, yengil fatvoda olmaslik kerak deyotgan odamlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelgan manhajga xilof. Tushunarlimi birodarlar? U deydi, to'lki yengillikni gapiradi. Ularga bo'laveradi ham deydi. Biz manaqasini qilamiz deydi. Endi savol bo'lishi mumkin-da. Xo'p, domlalar umumiy xalqqa fatvoni yengilini aytib beradi, bu to'g'ri. Lekin biz o'zimiz xolasak, qattig'ini qilib ko'paytirishimiz mumkinmi? Ana javobini ko'rib chiqamiz. Musulmonlarning hayoti, ularning ibodatini boshqaradigan ajoyib qoida aniq va ravshan qilib Qur'on oyatida aytib qo'yilgan. Astagfiru billah, yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra. Mana shu qoida birodarlar, dinimizning qoidasi. Alloh sizlarga yengillikni istaydi. Sizlarga og'ir bo'lishini istamaydi. Tushunaligi? Din yengillik. Din og'irlik, mashaqqat emas. Alloh dinni yengil qilishni xohlaydi sizlarga. Qiylanib og'ir mashaqqatda qolishlarni xohlamaydi deydi. Bu bizning fikrimiz emas bu. Tushuninglar. Bu shariatimizning talabi bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatgan sunnati shu. Shariat hukmlarining har birida bu narsa ochiq ko'zga ko'rinib tashlanib turadi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini 23 yillik payg'ambarlik hayotida mana shu manhajni har bitta aytgan so'zida ko'rsatdi. Har bitta qilgan fe'lida, har bitta qilgan ishida ko'rsatdi. Ko'ring, odamlar qanaqa muomala qilsa payg'ambarimiz kechirib qo'yapti. Ko'ring, Ramazonda ayollarga yaqinlik qilib qo'yib kelyapti. Bir qul ozod qil deyapti. Kafforatiga desa, ozod qila olmayman, kambag'alman. 60 kun paydapay roza tutasan desa, tuta olmayman deyapti. Qani odamsan, bittasini qil-da. Qilasan mana demayapti. 60 ta miskinni to'ydira olaysanmi? Yo'q, to'ydira olmayman. Qarangda hukmda. Kuchi yetsa, qul ozod qilsin. Bo'lmasa yana bitta variant bor. Nima qilsin? 60 kun roza tutsin. Buni ham eplolmasa, undan ham yengili bor. Bizda TV chiqib ketamiz nima bo'ladi? Bo'ldi sen. Xo'p, nima bo'ldi oxirida? Tarqatgan narsasi ham yo'q miskinlarga, 60 ta miskinga. Xurmo kelib qoldi 1 kilo, 2 kilo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xurmoni oldi, tekinga kelib qoldi hali xurmo. Birov ehson qildi. Qani haliga dedi. Mana men dedi, "Ma" dedi. "Ma, olib borib tarqatib yubor" dedi. Hatto tarqatadigan xurmosini ham payg'ambarimiz o'zi topib beryapti sollallohu alayhi vasallam. Ya Rasululloh, bu xurmoga Madinada mendan ko'ra haqliroq odam yo'q dedi. Bu ikkita tog'ning o'rtasida mendan ham faqirroq bo'lgan odamga berishim kerakmi? Mendan kambag'al payg'ambarimiz kelib olib ketyapti. Nima degani bu? Beting bormi? Tarqatib olishga men nima qilasanmi? Ko'ryapsizlarmi din qanaqa narsa? Yana bu og'ir gunoh qilgan. Ramazonda kunduzda ayoliga yaqinlik qilib qo'ygan. Shuning uchun dinda qattiq ushlayotgan ukalar ozgina insof qiling. Bu meni gapim emas, tushuninglar. U yerda sizga kim nimani o'rgatyapti bilmayman, lekin mana bu shariat. Keyinroq tushunaylik.
Mana bu 20 lik trubada dunyoga qarab turib, dunyoda tor ko'rmaylik. Men olib tashlaydi. Keng, mana bunday qilsangiz qancha odam ko'rinadi? Men yoki boshqa kitobda aytilgan narsa siz aytayotgan trubezga sig'mayotgan bo'lsa, menda turgan bo'lsa, yo'q degani emas. Moloningizning kichkinaligi u. Olib tashlang buni, ilm o'rganing. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yengillikni olib kelgan birodarlar. Yengillikni. Va ana shu qattiqlik qilayotganida qaranglar, asosiy ixtiloflarga shular sabab bo'lyapti. Og'ir fatvoda aytgan, mashaqqatda aytgan, musulmonlar o'rtasidagi kelishmovchilikka mana shu qoidani tushunmagan odamlar sabab bo'lyapti. Keyingi hadisga quloq solamiz. Inna dina yusrun va la yushadda dina ahadun illa g'alabahu. Qaranglar, yuqoridagi oyatdan din yengillik. Alloh taolo sizlarga yengillik bo'lishini xohlaydi, qiyin bo'lishini xohlamaydi deyapti. Endi hadisni qarang. Albatta din yengillikdir. Kim bu dinda chuqur ketsa, din uni yengib qo'yadi. Dinni eng qiyin fatvolarni olaman deb o'zini mashaqqatga, qiyinchilikka tiqsa, din uni sindirib qo'yadi. Qattiqlik qilib bo'lmaydi. Qattiqlik qilib bo'lmaydi. Boshqa hadis. Mashhur hadis. Yassiru va la tu'assiru, bashiru va la tunaffiru. Dinni hukmlarini yengil qilinglar, og'ir qilmanglar. Din bilan xursand qilinglar, bezdirib qochirmanglar. Tushunarlimi? Qozon namoz o'qish kerak. Chunki namoz har bitta musulmon erkasidagi farz. Balog'at ketgan kunidan boshlab namozni 5 mahal o'qishlik kerak. Agar o'qimasan, bir umrini bir qismi o'tgan bo'lsa, qazo deyiladi, u namoz ado qilinishlik kerak. Lekin bugun namozga kirgan odamga qazoni bugun aytmay turish kerak. 25 yil o'tib ketdi umri. 40 ga kirganda namoz o'qidi, faraz qiling. O'zi bugun namozga kirdi, Ramazon sharofati bilan shaytonlar baylanib, hamma masjidga kirdi, qalbi yumshab kirdi. Kirganda ha kiribsan deb peshonasini o'pib, o'tirmaga bolam deb nasihat qilib, xursand bo'lib, kirganingga xursandmiz deb turib, ko'ngli ko'tarishdi o'rniga qachondan boshlagansan namozni? Bilmasada bu yerdagi odamlarning muomalasini, bilmasada kirganiga odamlar biz xursand bo'lar edik. 8 rakat o'qigani kelsa ham xursandmiz. Masalani eshitib chiqib kelsa ham xursandmiz, kirgani yili xursand bo'laradi musulmonlar, tushuninglar. Albatta bu islomning ochiq va aniq qoidasi. Unga xilof ish tutish, og'irlik qilishlik. Bu islomga ochiq qarshi ish qilish bo'ladi. Endi bir odam aytishi mumkin, endi qattiq fatvoda aytgan bo'lsa, qiyinini qilayotgan bo'lsa, niyati to'g'ri edi-da, unaqa gap ketmaydi. Unaqa gap ketmaydi. Chunki tashaddud, qattiqlik qilishlik odamlarni dindan bezdiradi, dindan qochiradi. Tashaddudni, qattiqlikni foydasidan zarari ko'p. Foydasidan zarari ko'p. Shu qattiqlik qilayotganlar o'zlari juda yaxshi biladi bu narsani. Qayoqqa borsa, opozitsiyada turadi olmaga nisbatan. Chunki odamlarda qilayotgan hamma ishiga nisbatan o'zi qattiq ish tutayotganligi uchun odamlarning ishi kamchilik bo'lib ko'rinaveradi. Odamlar unga nisbatan nima deydi? Hamma o'zi hammadan zo'rga o'xshab ko'rinaveradi. O'shuning uchun hammaga tevadan qaraydi. O'shuning uchun odamlar unga nisbatan ham muomalasi zo'r emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning uyiga 3 kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning axloqi haqida so'ragani kelishdi. Mashhur qissa. Mana shu dindagi yengillik degan bobni asli mana shu hadis. Yengillik degan narsani asli mana shu hadisda. Oysha onamiz roziyallohu anhoning oldiga Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ayollarini uyiga 3 ta kishi keldida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning axloqi haqida so'rashdi. Falamma ukhbiruha ka'annahum taqalluha. Rasulullohning uyida qiladigan ishlarini eshitib turishib, xabar topishganidan keyin ostonagandek bo'lishdi. Va ayna nahnu minan nabiy sallallohu alayhi vasallam va qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi va ma ta'akhkhar. Ular aytishdiki, biz qa'dayu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qa'da. U zotni avvaliyu oxirgi gunohlari kechirilgan. Ya'ni u zot shunaqa ozroq amal qilsa bo'laveradi deydi. Chunki gunohlari kechirilgan. Biz ko'paytirishimiz kerak edi. Qala ahaduhum amma ana fa usalli al-layla abada. Bittasi aytdi, men doim namoz bilan o'tkazaman tunimni. Uxlamayman dedi. Ikkinchisi aytdi, ana asumud dahra va la uftir.
men hech qachon iftor qilmasdan roza tutaman dedi. Uchinchisi aytdi, ana a'tazilun nisa va la atazawwaj abadan. Men ayollardan uzoq bo'laman, hech qachon uylanmayman dedi. Mana bu odamlarga biroq qil degani yo'q. O'zlari ixtiyori bilan amallarni ko'paytirishni xohlashdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qilgan fe'lidan oshirmoqchi bo'lishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kelib ularning so'zlarini eshitdilarda aytdilar: "Antumul ladina qultum kaza va kaza." Falon degan so'zni sizlar aytdinglarmi hozir? Ama vallohi inni la akhshakum lillah va atqakum. Men sizlardan Allohdan ko'proq qo'rqaman. Allohdan taqvodorroqman sizlardan ko'ra. Valakinni asumu va uftir. Shunday bo'lsa ham men roza tutaman va iftor qilaman. Va usolli va arqud. Kechalar uxlamasdan namoz ham o'qiyman, ba'zi kechalarda uxlayman. Va atazawwajun nisa. Ayollarga uylanaman dedi. Mana endi diqqat qilinglar. Man yarg'ab an sunnati falaysa minni. Mana shu meni sunnatim. Kim shundan yuz o'girsa, bas u mendan emas dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgandan oshirib ish qilayotgan, Rasululloh yengillik bergan joyda qattiqlikni qilayotganlar, payg'ambarimiz ularni mendan emas deb aytayapti. Tushunaylik shu narsani. Tushunaylik. Bu qissa islomdagi yengillik bobini asli hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'zini ummatiga ibodat maydonida ko'rsatgan rahmati mana shunday bo'ldi. Mana odamlarni islomdagi ibodati va hayotini boshqaradigan umumiy qoida mana shu qissadan olinadi. Kelishdingmi? Qaysinimiz Rasulullohchalik bilimdonroqmiz? Qaysimiz Allohga payg'ambarimizdan ko'ra yaqinroqmiz? Qaysimiz ibodatda Rasulullohdan shijoatliroqmiz? Rasululloh yengil qilinglar deyapti. Modomiki bu yengillik gunoh emasmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikkita ish turgan bo'lsa, bittasi og'ir, bittasi yengil. Doim yengilini olgan, modomiki gunoh bo'lmasa. Mana payg'ambarimiz bu masalada aytayapti ummatga, men Allohning payg'ambariman, yetkizish va ta'lim berishga mukallafman. Men Allohga yaqinman. Sizlar qilmoqchi bo'lgan ishlarda ayrimlarni qilaman. Sizlar o'zingizlarga harom qilib olgan ishlarni ham qilaman men deyapti. Bittasi roza og'iz ochmayman deyapti, bittasi uxlamayman deyapti, bittasi uylanmayman deb o'zlariga harom qilib olyapti bu narsani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar, men bu ishlarni qilaman barini. Og'iz ham ochaman, iftor qilaman, uxlayman ham, ayollarga ham. Shuning uchun musulmon odam roza tutadi, iftor qiladi, namoz o'qib, ba'zi uxlaydi, ayollarga uylanadi-da va bu narsani payg'ambarimizning sunnati deb ergashadi. Bu qissadan ikkinchi olinadigan maslak qudva yana ham ajibroq. Bu ogohlantirish va qo'rqitish. Kim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan va qilgan ibodatdan oshirsa, unga va'id bor. Unga ogohlantirishlik bor. Kimdir aytish mumkin. Endi payg'ambarimiz yengillikni aytdi. Endi kimdir o'zi uchun, faqat qattiqlikni qilsa, og'irini qilsa, nima bo'ladi? Birovga aytmayapti, faqat o'zi nima qiladi? Oshirib qiladi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zini ummatiga bo'lgan rahmatida ajib bir suratda bu ibodatni ziyoda qilishlik mumkin emasligini aytdi. Rasululloh aytgandan ko'paytirmaysan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rozani falon turni tutganmi? Undan ziyoda qilmaysan. Rasululloh falon ish qilganmi? Undan ziyoda qilmaysan. Mana faraz qilaylik. Xo'p, mana shu uchala odam shu aytgan ishlarni qilsa, ularni mana shu ibodatda ziyodalik qilishligi faqat o'zlariga ta'sir qiladimi? Yo'q. Jamiyatga albatta ta'sir qiladi. Biri uxlamayman deyapti. Uxlamasa qanaqa qilib tirishlik qiladi kunduzi? Biri uylanmayman deyapti. Ha, musulmonlar soni qanday ko'payadi unda? Yana biri roza tutaman, og'iz ochmayman, u qanaqa qilib ko'chada yuradi? Demak, payg'ambarimiz aytgan ibodatdan oshirayotganlar hayot nizomini buzilishiga olib kelyapti, agar tushunsa yo tushunmasa. O'le, masalan, hamma men shuna qilsam yaxshi bo'lar ekan deb turib uxlamasa birov. Tirishligi nima bo'ladi buni? Roza tutadi, qanaqa qilib ishlaydi?
uylanmasa musulmonning soni qanday ko'payadi birodarlar? Shuning uchun biz o'zimizdan bir yangi narsani o'ylab topishga ehtiyot bo'laylik. Oshirmaylik. Qiyinini emas, yengilini aytaylik. Shuning uchun payg'ambarimiz aytdilar: "Faman yarg'ab an sunnati falaysa minni." Kim meni sunnatimdan yuz o'girsa, bas u mendan emas.